Assalomu alaykum hurmatli ustozlar. Jimat darslarimizni davom ettiramiz. 5-darsimiz problem solving turidagi masalalar. Xo'p, dars avvalida ushbu darsda kerak bo'ladigan lug'atlarni keltirib o'tganmiz. Lug'atlar bilan tanishib chiqamiz. Xo'p, bu yerda e'tibor bersak, qaysidir so'zlarimiz matematikaga doir emas, ya'ni bu so'zlar asosan masalalarda ishlatiladi. Shunga ham e'tibor berishimiz kerak. Matematikaga doir so'zlarni aniq 100% yoddan bilishimiz kerak. Xo'p, masalan, contain so'zi o'z ichiga oladi. Mana shu so'z juda ko'p misollarda ishlatilyapti. Any, birorta. Bu so'z ham juda ko'p misollarda ishlatiladi. Both coordinates, ikkala koordinata. Xo'p, o'sha funksiya grafikiga doir misollarda ishlatiladi. Correctly worked, to'g'ri ishlangan. Masalan, mana shu so'zga birinchi marta duch kelishimiz. Xo'p, bu so'z demak matematik termin sifatida ham, termin emas-u, matematikaga doir so'z sifatida ham ishlatiladi. Inequalities e'tibor berasizlar, tengsizlik. Agar equalities bo'lganda edi, tenglik bo'lardi. Mana shu so'z ham demak matematik termin. Lug'atlar bilan yaxshilab tanishib chiqamiz. Lug'atlarni iloji boricha yodlaymiz. Chunki aynan shu so'zlar keyingi masalalarda ham ishlatiladi. Xo'p, misollar tahliliga o'tsak, demak bizda birinchi masalamiz sodda shartga ega bo'lgan masala. Tarjimasiga qaraymiz. Agar x teng minusda modul w bo'lsa, virgul qo'yilyapti, bo'lsa, which of the following, quyidagilardan qaysi biri, must be true, to'g'ri bo'lishi kerak, to'g'ri bo'lishi shart. Demak, mana bu ishlatilgan ikkita so'z ham biz asosiy so'z sifatida qaraymiz. Which of the following juda ko'p ishlatilyapti va must be true, to'g'ri bo'ladi, to'g'ri bo'lishi shart. Ana shu ikkala so'z ham juda ko'p masalalarda ishlatilyapti. Xo'p, javoblarga qaraydigan bo'lsak, xo'sh, x teng minus w har doim ham to'g'ri emas, har doim ham to'g'ri emas, bu to'g'ri emas. Demak, bizga har doim to'g'ri bo'laydigani D variant. Xo'p, ikkinchi savolimizga o'tamiz. Xo'p, tarjimasiga qaraydigan bo'lsak, which of the following lines. Demak, which of the following lines, mana shu yergacha kelamiz. Quyidagi chiziqlardan qaysi biri in the xy plane, o'sha xy plane so'zini ko'rganimizdan, demak, koordinatalar teksligi haqida gap ketyapti. Demak, doesn't contain, contain so'zini boya aytdik, o'z ichiga oladi deb tarjima qilay. Demak, doesn't bo'lsa olmaydi, inkorini beradi. Demak, any point, birorta nuqtani with integers as both coordinates. Demak, oxiridan boshlab tarjima qilib kelamiz. Both coordinates, ikkala koordinatasi ham butun son bo'lgan nuqtalarni, birorta nuqtani o'z ichiga olmaydigan chiziq quyidagilardan qaysi biri? Xo'p, masalan, y ni oladigan bo'lsak, y ga, x ga xohlagan butun sonni qo'yganimizda, uni y ga ham butun son chiqadi. Demak, ikkala koordinatasi ham o'shanda butun son chiqadi. Bizda shartda nima deyapti? Ikkala koordinatasi ham butun bo'lmagan deyapti. Butun son bo'lmagan nuqtalarni o'z ichiga olmasligi kerak. Doesn't contain, ikkala koordinatasi ham butun bo'lgan nuqtalarni o'z ichiga olmagan deyapti. Ikkala koordinatasi ham butun bo'lgan nuqtani, birorta nuqtani o'z ichiga olmasin deyapti. Xo'p, masalan, C javobni ko'radigan bo'lsak, C javobga ham x ga butun son qo'ysak, y imiz ham butun son chiqadi. O'shandakka x, y ikkalasi ham butun bo'lib qoladi. D variantimizni qaraydigan bo'lsak, D variantimizga x ga 90 qo'yganimizda, masalan 3. Y imiz to'g'ri butun son chiqmaydi. Lekin x ga juft son qo'ysak, y imiz butun son chiqib qoladi. D javob ham atmen. Xuddi shunday E javob ham atmen, bizga to'g'ri javob bo'ladi. Ya'ni x ga toq son qo'yamizmi, toq butun son, juft butun son qo'yamizmi, 1/2 qo'shilib, y koordinatasi butun son chiqmay qoladi. Xo'p, keyingi savolga o'tamiz.
Xo'sh, tarjimasi biroz murakkab. Harakat qilamiz. In the correctly worked addition problem shown. Demak, addition problem shown degani qo'shishga doir ko'rsatilgan muammo. Demak, mana muammo ko'rsatilgan. Qo'shishga, yig'indiga doir ko'rsatilgan muammo in the correctly worked to'g'ri ishlangan. Demak, qo'shishga oid masala, o'sha ko'rsatilgan masala incorrectly worked to'g'ri ishlangan. Xo'p. U yerda deyapti, mana bu yerga ishora qilyapti. U yerda the sum of the two digit positive integers, two digit positive integer kecha darsimizda ham masalalarda keldi. Two digit demak ikki xonali musbat butun son. Xo'sh, AB va BA ikki xonali musbat butun sonlarning yig'indisi. Tarjima yana oxirdan kelyapmiz. Is so'zida bitta to'xtab olyapmiz mana. AB va BA ikki xonali musbat butun sonlarning yig'indisi. Xo'p. 3 xonali butun son AAC ga teng deyapti. Is so'zi teng ma'nosini ham bildirib keladi. Xo'p. Aytayaptiki A, B and C are different digits. Different so'zini ishlatdi. Different so'zi demak bizga turli xil. Xo'p. A, B va C turli xil raqamlar. What is the units digit? Units digitni ham oldingi darsda ishlatdi. Birlik raqam. Ya'ni birlar xonasida raqam haqida gap ketyapti. What is the units digit of the integer AAC? Ya'ni AAC butun sonning birlar xonasidagi raqam nimaga teng? Mana shu so'ralyapti. Xo'p, biz bilamiz AB ikki xonali sonni 10A plus B shaklida yozish mumkin. Xo'p, yig'indi BA sonini 10B plus A shaklida yoza olamiz. O'shandan keyin bizga yig'indi 11A plus 11B. 11 ni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, A plus B. Ikkinchi tomondan 11A plus B bizga teng bo'lar ekan AAC sonimizga. Xo'sh, bundan xulosaga kelamiz. Xo'sh, AAC sonimiz 11 ga qoldiqsiz bo'linadi. Xo'p, endi bundan xulosa qiladigan bo'lsak, AC sonimiz bizga 11 ga qoldiqsiz bo'linadi. 110 bo'lishi mumkin. Xo'p, nega bunday o'ylayapmiz? Chunki A bo'lishi mumkin 1 va C. Keyingi holatda bo'lishi mumkin bizga 220. Keyingi eng kichkina variant 220. Lekin biz har qanday ikkita sonni qo'shganimizda, ikki xonali sonlarni qo'shganimizda yig'indisi 200 dan oshmaydi. Demak, bizga C soni 0 ga teng.